Assalomu alaykum. Bugun 6-darsimiz olma-yu qancha degan mavzuga kiramiz inshaalloh. Bismillah deb boshlaymiz. Xo'p, birinchi ovqatlar, nomlari, mevalar nomlari keladi. Va biz tepada Xitoy sanog'ini o'tgandik. Endi koreys sanog'ini o'tamiz bu yoqda. Bu yoqda xana 1, tul 2, set, net, tasut ketaveradi va pul birligi bo'ladigan bo'lsa, bularga nisbatan уже yana Xitoy ketadi. Yana bitta narsa. Bu yoqda 1, 2, 3, 4 deb aytilayotgan paytda koreys sanog'ida 1, 2, 3, 4 gacha bo'lgan sanoqlar qisqaradi. Buni hozir yozib beraman. Xana 1 bo'ladigan bo'lsa, bu qisqarib xan deyiladi. Bu sanoqda tul 2, tu deb yoziladi va o'qilishi ham bo'ladi. Keyingisi set 3, se bo'lib qisqaradi. Net bo'lsa, ne bo'lib qisqaradi. Mana shunday bo'lib, hammasi xana 1, xan bu ham 1 bo'ladi. Buni ko'rib chiqasizlar. Xo'p, birinchi grammatikamiz ISYO grammatikasi. ISYO grammatikasi qanaqa grammatika? Bu buyruq va taklifda ishlatiladi. O'zbekchada tarjimasi ing degan tarjimani beradi. O'qing, boring, yuring, o'tiringdagi oddiygina ing qo'shimchasi. Xo'p. Bundosh bo'lsa ISYO. Unli bo'lsa seyonuz bo'ladi. Xo'p, mo'kda nima edi? Yemoq. Yemoqdagi ta qo'shimchasi, mo'q qo'shimchasini ochib, mo'gi seyo. Ying. Ka seyo. Boring, yoki keting. Ana shunday unli-undosh qilib ajratib olamiz. Xo'p, birinchisi. O'soseyo. Xush kelibsiz yoki anjiseyo. Bu yerga o'tiring. Anta o'tirmoq ilseyo undosh bo'lgancha qo'shilyapti. Va pastda namunalarda ga qaraymiz. Birinchi nuqta. Sukcheril hago televizional poseyo. Uyi vazifani qilib, televizor ko'ring. Xo'p, chegilchom ilgiseyo. Kitob o'qing. Grammatikani shunday ko'rib, pauza qilasizda bu yoqda. O'zingiz bu narsalar bo'yicha, o'zingizda bor lug'atlar bo'yicha gap tuzib ko'rishga harakat qiling. Yoki buni shu ISYO grammatikasini men o'qimasimdan oldin, mana bu yoqda asosiylarni o'qimasimdan oldin siz meni zo'rgina pauza qilib, undan keyingi videolarda siz birinchi o'zingiz tarjima qilib oling, qanday to'g'ri tarjima qilayotganingizni ko'rasiz. Keyingi, xo'p, bular qo'shimchalar. Bizda ta qo'shimchasi bitta, to'g'rimi? Bitta oyoq kiyim, bitta zonchik, bitta bokal deymiz, to'g'rimi? Bitta qo'shimcha, ta qo'shimchasi bitta. Lekin koreys tilida ko'p narsalarda shu o'ziga yarasha ta qo'shimchasi bo'ladi. Hozir bu narsalarni qolamiz. Bu narsani yodlash kerak, boshqa iloji yo'q. Birinchisi, ke. Bu sanaladigan narsalarga nisbatan ta bo'ladi. Sanaladigan narsa bitta olma deymiz, to'g'rimi? Olma sanaladi. Keyingisi, pyong. Butulkalarga nisbatan ta qo'shimchasi. Bitta kola, bitta suv ketaveradi mana shunday. Xo'p, chan. Bu chan qo'shimchasi bokal va chashkalarga nisbatan ta qo'shimchasi bo'ladi. Va oxirgisi kirit. Bu kosa, idishlarga nisbatan ta qo'shimchasi bo'ladi. Shu o'zida insonlarga nisbatan ham qo'shib olaylik. Insonlarga nisbatan myong yoki bun qo'shimchalari bo'ladi. Hayvonlarga nisbatan mari bu ta qo'shimchasi bo'ladi. Kitoblarga nisbatan kun ta qo'shimchasi bo'ladi. Shunday ketaveradi. Bu narsalar salgina ko'proq bo'ladi ta qo'shimchasi. Endi kerak bo'lsa yodlash
shart va zarur bo'ladi. Ularni yozib olasiz. Har bittasini hozir bu yoqda pastda misollarni ko'rib chiqamiz. Bibimbap tu kirib chusayo. Bibimbap bu ovqat, tu bu boyagi tul aytganimdek sanalayotganda, biron narsani sanayotganingizda yoki birorta shu o'zingiz yozishingizni aytyapsizmi? Bu narsada shu 1 dan 4 gacha bo'lgan sanani qisqaradi deb aytgandim. Bibimbap tu tul emas, tu bo'ladi. Bibimbap tu kirib chusayo. Shunda bibimbap ikkita bering bo'lyapti. De chamkamman kidarisayo. Ha, biroz kutib turing deyapti. Xo'p, boya aytganimdek agar bo'lsa, videoni pauza qilingda birinchi o'zingiz bu narsani tarjima qilib ko'ring, keyin meni tarjimamni bir eshitib ko'ring. Xo'p, pang hange chusayo. Pang non, xanani qisqartirmasi bo'lyapti. Bitta bering. Bizga o'xshab bitta non bering emasda, birinchi so'raladigan narsani, shu aytmoqchi bo'lgan birorta otingizni, keyin sonini, keyin ta qo'shimchasini, keyin gapni davomi ketadi. Bitta non bering emasa, non bitta bering ketadi. Gap tuzishda shunga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Bu yoqda non sanaladigan narsa bo'lgani uchun ta qo'shimchasiga ke berilyapti. Keyingisi kolla pyong sassoyo. Hop, kolla nechta sotib oldingiz deb so'rayapti va kola bu idishli bo'lgani uchun pyong berilyapti. Tu pyong sassoyo. Ikkita sotib oldim. Onar ko'piril seychan mashossoyo. Bugun kofeni 3 ta stakan ichdim. Nengmyon ne kiri chusayo. Nengmyon 4 ta kosa bering. 4 ta bering bo'lyapti. Mana bu yerdagini pauza qilib o'zingiz ishlab ko'rasiz. Bu yerda nima deyapti? Kirmin pogu vakacha yagi posayo deyapti. Rasmni ko'rib, namuna bilan bir xil suhbatlashib ko'ring deyapti. Sendvich va sendvich bitta dona. Shunda sendvichi hangi chusayo. Sendvich bitta bering deyapti. Bu yoqda ikkisi ice cream. Morojniy soni 2 ta. Demak, 2 ta morojniy bering deyishingiz kerak. Qaysi ta qo'shimchasini qo'shasiz? Jusi, sharbat. Bunga qaysi birini qo'shasiz, shularni ham qo'shib chiqishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi maragini pauza qilib o'qib ko'rasiz. Bu yoqda. Shu bilan negadir keyin biz ayo grammatikasini tepada o'tganmiz, to'g'rimi? Ayo grammatikasi qanaqa edi? Fe'l bilan sifatga qo'shiladi degandek, tepada bizga fe'lga qo'shilganini ko'rsatgandik. Endi bu yoqda adjektiv sifatga qo'shilishini o'rgatyapti. Mana bu yerda zakrepительныйda ko'rsatadi, ko'ryapsizmi? A, u-ga bo'lsa ayo qo'shiladi, hadali fe'llar hayo bo'ladi, qolganlari oyo qo'shiladi deb aytyapti, lekin i-ga yoyo qo'shardi. Shunisi bor, to'g'rimi? I-ga bo'lsa qanaqa grammatika? I-ga bu ham shu innni she'riga faqat ularda ikkalasini ishlatishda farqi bor. Innin aniq narsalarga nisbatan bo'ladi, i-ga bo'lsa noaniq narsalarga nisbatan yuradi va innin o'zidan keyingi gapga urg'u bersa, i-ga o'zidan oldingi gapga urg'u berganda ishlatiladi. Sifat o'zidan oldin ko'pincha har doim desak ham bo'ladi, i-ga qo'shimchasini oladi. Sizga yozayotganingizda ham sifat o'zidan oldin i-ga, fe'l o'zidan oldin il qo'shimchasini oladi. Ayoyoni tarjimasini bilamiz. Hozirgi zamonni bildiradi. I-gani bu noaniq artikl deb olasiz. Xo'p, mo'ga mashissoyo nima mazali? Subagi mashissoyo. Subak bu tarvuz. I bo'lsa uni qo'shimchasi bo'ladi. Subagi mashissoyo. Tarvuz mazali deyapti. Oranjiga sayo. Oranji apelsin ga bo'lsa bu qo'shimchasi bo'lib sayo arzon deyapti. Hakyo ga choayo maktab yaxshi deyapti. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? Gap maktabga tushyapti. Urg'u maktabga tushyapti. O'shaning uchun i-ga qo'shimchasini qo'shyapti. Va ko'ryapsiz, i-ga qo'shimchalarini qorroq qilib yozib qo'ygan bu yoqda. Kiri pokchap hayo yo'l probka tirband. Musin imshigi mashissoyo. Qaysi ovqat mazali deb so'rayapti. O'sha bu yoqda ham gap ovqatga urg'u berilayotgani uchun ovqatga yopishib kelyapti. Mana bu yerdagi
mashqlarda bir marta qilib ko'rasizlar. Bu yoqda nima ekan, do'stingiz bilan suhbatlashib ko'ring, deyapti-ekan. O'qib bir anaqa qilib ko'rasiz. Keyingisi do grammatikasi otga qo'shiladi, gapga qo'shimcha qilganda ishlatiladi. Ham degani. Hop, ham, ham bir xil ketaveradi. Qanday? Hop, cho'p deydi. Men, do qo'shimchasi shunday. Ulliga ketyapti. Kayo. Unda cho'da kayo. Men ham boraman. Hop, ham singlimdo. Voy. Singlimdo ammosayo deylik. Singlimdo ammosayo. Ustoz ham kelmadi bo'ladi bu yoqda. Ko'ribsiz? Cho'p. Unli bilan tugayapti. Do qo'shilyapti. So'ng m undosh bilan tugayapti. Bunda ham do bemalol qo'shilyapti. Unli undosh qabul qilmaydigan grammatika ekan bu. Xo'p, videoni pauza qilib bir marta o'zingiz tarjima qilib oling. Bo'lmasa birga ketdik. Orange 좀 주세요. 그리고 사과도 주세요. 오렌지, apelsin bering va olma ham bering. 네, 여기 있어요. Ha, mana marhamat. Keyingisi pastdagi nuqtachalarga qaraymiz. 저는 학생이에요. 켈리 씨도 학생이에요. Men talabaman. 켈리 xonim ham talaba. 불고기가 맛있어요. 불고기 mazali, 냉면도 맛있어요. 냉면 ham mazali. 어제 바지를 샀어요. 그리고 운동화도 샀어요. kecha shim sotib oldim va krossovka ham sotib oldim degan joyi ekan. Endi bu yoqdagi mashqlar keladi. Bu yoqda maragini o'qib ko'rasiz. Bu yoqda hop, trek audiosi ham bor. Eshitib, ko'rib anaqa qilishingiz mumkin. Kitob bor. Buni ochib, tizkilarni ishlab ko'rishingiz mumkin bemalol. Sigilar bo'ladi. Sigilarni yozib ko'rishingiz va ilki qismi bor. Mana bu yoqda birinchi titki qismi. Yaxshilab eshitib ko'ring deyapti. Demak, nima qilasiz? Eshitasizda har bittasini narxini aytadi bu yoqda. Kek 4 shuncha ming won deb turib narxini aytar ekan. Birinchi lug'atni yodlaysizda, keyin bu narsani qilib ko'ring. Bu yoqda ham xuddi shunday titkini eshitib qilishingiz kerak bo'ladi. Pastda ham. Bu yoqda masalan ilki qismi. Ilkini bir ko'rasiz, ishlab, mana bu yoqda pastda javoblarni topishingiz kerak bo'ladi. Shu bilan sarsayor sotib oling degan sigi yozib ko'ring o'zingiz uchun. Hozirdan 0 dan boshlangan joydan o'zi sigi yozishga harakat qilib ko'rishingiz bu yaxshi. Hop, yuribun darsimiz shu qochamida. Xudo xohlasa keyingi darslarda inshaalloh yana ko'rishamiz. Gaplashamiz desam ham bo'ladi, ko'rishmasak ham.